Masalan qarang, agar Alloh shu imtihon uchun yernigina yaratganda, shu yerni ustida kichkinagina qilib quyoshni qo'yib qo'yganda, bo'ldi, shu yerda koinot tugaganda, inson bugun koinotga chiqyapti. Koinotni zabt etdik deyapti o'zicha. Koinotga chiqardida shu quyoshda atrofida bor bir aylanib kelib, keyin u yog'iga o'ta olmasa, u yoqda hech narsa yo'q bo'lsa yoki ana unda insonning tug'yonini ko'ring edi. O'zi mana bir yer atmosferasiga chiqqanligi uchun koinotni zabt etdik deyordi-ku inson. Keyin lekin aqli kirib tushunib yetdiki, qayerda zabt etadi, hali endi yer atmosferasidan chiqibdi. Yoki Firavunning tug'yonini qarang mana. Ey Homon, menga bino qur, borib men Musoning ilohini ko'rib kelay degan. Endi qursa bir 20 metrmi, 30 metrmi, boring ana 100 metrmi bir bino qurgan. O'shandan lekin shuncha tug'yonga ketib qolgan. Endi tasavvur qilingki, deyapman. Agar inson koinotning chekkasiga yetib bora olganda, unga shunaqa bir kichkinagina qilib yaratib berilganda koinot, insonni tug'yonini ko'ring edi endi. Aniq inson ilohni inkor qilardi. Ana shunday bo'lmasin uchun Alloh bu imtihon maydonini shunaqangi katta qildiki, inson uni oxiriga yeta olmaydi. U haqiqatda voqelikda yeta olishini qo'ying, xayolda hattoki yeta olmayapti hali. Bu insonni ojiz qoldirish uchun bo'ldi.